Endi keyingi 7-savolga o'tsak, which of the following statements describes faithful representation, a qualitative characteristics of faithful representation? Ya'ni o'sha faithful representation'ni o'sha sifatini tasvirlab bergan to'g'ri statementni tanlash kerak. Buni to'g'ri javob ham aytib ketsak bo'ladi. Chunki bu haqida ko'p gaplashdik va darsda ham, ya'ni agar o'sha lecture'ga refer qilsak, o'shanda ham aytib o'tilgan, ya'ni financial information should be mana complete. Completeness bor edi. Keyin neutrality, ya'ni neutral bo'lishi kerak va free from error, ya'ni xatolardan xoli bo'lishi kerak. Agar qolgan optionlarni ham ko'rib qo'yadigan bo'lsak, mana birinchi optionda revenue earned must be matched against expenditure incurred in earning it. Ya'ni o'sha revenue bilan expenditure o'sha bitta periodga bog'liq bo'lishi kerak, bir-birini match qilish kerak. Bunda o'sha accrual basisni nazarda tutyapti. Accrual birinchisi having information available to decision makers in time to be capable of influencing their decisions. Ya'ni qanaqadir qarorlar qabul qilayotganda o'sha ma'lumotlar vaqtida in time deyapti, ya'ni vaqtida o'sha available bo'lishi kerak. Ya'ni bu timeliness nazarda tutyapti. Va uchinchi optionda the presentation and classification of items in the financial statements should stay the same from one period to the next. Ya'ni yuqorida ham misollar bergandek, masalan depreciationni, masalan boshida fixed assetlarni, masalan buildinglarni straight line'da depreciation qilinadigan bo'lsa, keyingi yillarda ham shu policy qolishi kerak. Ya'ni bu consistency, izchilligi misol bo'ladi. Consistency. O'shanda to'g'ri javob 4-chi option 4 bo'ladi. Endi keyingi savolga o'tsak, listed below are some comments on accounting concepts. Ya'ni quyida accounting konseptlariga ta'riflab berilgan. Which if any of these comments is correct according to the IASB's conceptual framework. Ya'ni qaysilari to'g'ri deyapti. Birinchi statementni o'qisak, financial statements always treat the business as a separate entity. Bu to'g'ri, ya'ni biznes bilan uni owneri alohida account olib yuradi. Ya'ni u xoh sole trader yoki partnership yoki limited liability company bo'lsin, ownerlar o'zini asset yoki liabilitylarini biznes bilan qo'shib yormaydi. Xuddi shunaqa biznesni asset liabilitylari owner ham xuddi shunaqa biznesni asset yoki liabilitylari owner bilan ham qo'shilib ketmaydi. Ya'ni alohida account olib boriladi. Ikkinchi statementga kelsak, materiality means that only items having a physical existence may be recognized as assets. Bu noto'g'ri. Chunki asset, ya'ni aktiv bo'lish uchun faqat physical existence, ya'ni tangible deydi. Ya'ni qanaqadir shu fiziki shaklga, hajmga ega bo'lgan narsa asset deb atalmaydi. Masalan, intangible assetlar ham bor. Masalan, unga patent, o'sha goodwill yoki boshqa datalar kirishi mumkin. Shuning uchun bu noto'g'ri. Uchinchi statementga kelsak, provisions are estimates and therefore can be altered to make the financial result of a business more attractive to investors. Ya'ni provisionlar bu shunchaki o'sha taxmin va ularni masalan investorlarni jalb qilish uchun o'sha alter deyapti, ya'ni o'zgartirsa, o'sha manipulyatsiya qilsa bo'ladi deyapti. Bu ham xato, chunki shu prudence konseptida o'tdik, o'sha assetlar, ya'ni aktivlar va income, daromadlar oshirib ko'rsatilmasligi kerak va liability va expenselar, majburiyat va xarajatlar o'sha kamaytirib ko'rsatilmasligi kerak financial statementlarda o'sha framework bo'yicha. Shuning uchun bu ham noto'g'ri. O'shanda to'g'ri javob option 1, ya'ni faqat birinchi statement to'g'ri bo'ladi. Endi keyingi 9-savolga o'tsak, which of the following statements about accounting concepts and the characteristics of financial information are correct? Ya'ni quyidagi statementlardan o'sha qaysi birasi to'g'ri deyapti. Ya'ni o'sha konsepsiya va o'sha moliyaviy hisobotlarning xarakteristikalari bo'yicha. Birinchi statement, the concept of accruals requires transactions to be reflected in the financial statements once the cash or its equivalent is received or paid deyapti. Ya'ni bu noto'g'ri. Ya'ni bu qoidasiga o'sha teskari narsani aytyapti. Ya'ni qachonki
o'sha pul yoki pul ekvivalenti olinganda o'shanda tranzaksiya yozilishi kerak deyapti. Bu xato. Masalan, biz sotdik, masalan, hozir oktyabrda sotdik, masalan, pulini noyabrda olsa ham, lekin u sotuvi biza revenue deb o'sha oktyabr yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa biz narsa sotib oldik, masalan, oktyabrda biz o'zimizga expensive xarajat qilib qo'yamiz. Uni qachon to'laymiz? O'shanda uni pulini keyin chiqarib yuboramiz. Lekin bizga xarajat qilib, biz o'sha oktyabr oyiga xarajat kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi statement, information is material if its omission or misstatement could influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements. Bu to'g'ri. Ya'ni buni yuqoridagi savolda ham ko'rdik. Ya'ni ma'lumot qachon material bo'ladi? Agar u userlarni, ya'ni moliyaviy hisobotda foydalanuvchilarini economic decision, ya'ni iqtisodiy qarorlariga ta'sir qilsa. Uchinchi statement, based on faithful representation, it may sometimes be necessary to exclude material information from financial statements due to difficulties establishing an accurate figure. Bu ham noto'g'ri. Ya'ni faithful representationda shu 3 tadan bitta sifati completeness bor edi. Hech qanaqa informationni biz exclude qila olmaymiz, chunki bu userlarni decisioniga o'sha salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'shanda to'g'ri javob option 3, ya'ni faqat ikkinchi statement to'g'ri bo'ladi. Endi keyingi 10-savolga o'tsak, the ISB's conceptual framework gives 6 qualitative characteristics of financial information. What are these 6 characteristics? Ya'ni biz yuqorida ham bir necha marta ko'rib o'tdik. Ya'ni mana relevance, faithful representation, comparability, verifiability, timeliness va understandability. Ya'ni shu lecture'ga refer qilsak, shu 6 ta sifatni nazarda tutadi deyapti. Shu to'g'ri belgilash kerak. Option 1da shundoq kelyapti. Ketma-ketlik bo'yicha relevance, faithful representation, comparability, verifiability, timeliness va understandability. Qolgan 3 ta variantni shu ba'zilarini berib, shu ba'zilarini bermasdan so'z o'yini ketayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, accuracy kirmaydi. Ikkinchisidan consistency yo'q. Option 4da ham consistency yo'q. Noto'g'ri, ya'ni shunaqa xuddi to'g'ri javob berayotganga o'xshab, orasida bitta noto'g'ri variantni ham qo'shib qo'yish mumkin. Mana shunaqa savollarni ishlayotganda sinchkovlik talab qilinadi. Keyingi 11-savolga o'tsak, which one of the following is not qualitative characteristics of financial information according to the ISB's conceptual framework? Ya'ni qaysi birasi shu xarakteristikasi emas, conceptual framework deyapti. Bu yerda accruals, ya'ni shunda ko'rinib turibdi. Ya'ni faithful representation bor, relevance bor, timeliness bor, accruals yo'q. Bu konseptga kiradi. Shu accrual accounting konseptini shu yuqorida ham ko'rib o'tdik. Shunda javob option 4 bo'ladi. Keyingi 12-savolga o'tsak, according to the ISB's conceptual framework, which one of the following is not an objective of financial statements? Ya'ni conceptual frameworkga binoan qaysi bittasi moliyaviy hisobotlarni o'sha objektiv, ya'ni vazifasi emas deyapti. Option 1 ga qarasak, providing information regarding financial position of a business. Ya'ni bu balance sheetda beriladigan informatsiya. Balance sheet. Bu to'g'ri. Option 2 da providing information regarding performance of a business. Bu ham income statementda beriladi. Masalan, profitability esa income statement. Uchinchisi, enabling users to assess the performance of management to aid decision making. Bu ham to'g'ri. Ya'ni income statement, balance sheet, ya'ni cash flow ni ham bunga qo'shsak agar, cash flow shu statementlarga qarab turib shu decision making ga yordam beradi. 4-chi optionda providing reliable investment advice. Bu xato. Ya'ni hech qanaqa investmentga, ya'ni investitsiyaga doir maslahat bermaydi. 13-savolga qarasak, identify by indicating the relevant box in the table below whether each of the following statements is correct or incorrect. Ya'ni quyida ikkita statement berilgan, to'g'ri yoki noto'g'riligini tanlashimiz kerak. Birinchi statement, companies should never change the presentation or classification of items in their financial statements even if there is a significant change in the nature of operations. Bu incorrect, xato. Agar nature of operation, ya'ni faoliyatida juda ham katta significant, sezilarli agar o'zgarish bo'lsa, uni
taqdim qilishi va uni klassifikatsiya qilishi shu yo'lini o'zgartirish kerak bo'ladi. Ikkinchi statement, companies should create provisions in timing of company growth to be utilized in more difficult times to smooth profits. Ya'ni kompaniyalar o'sha qiyinchilik paytida growth, ya'ni o'sishni ta'minlash uchun o'ziga shu provision create qilsa bo'ladi deyapti. Ya'ni bu noto'g'ri. Ham shu prudence konsepti bo'yicha ham moliyaviy hisobotlarda aktivlar va foydalar oshirilib ko'rsatilmasligi kerak. Keyingi va oxirgi savolga o'tsak, which of the following statements about prudence is correct? Ya'ni prudence bo'yicha o'sha qaysi bitta statement to'g'ri deyapti. Optionlarga qarab chiqsak, option 1da prudence requires assets to be carried at their lowest possible value deyapti. Ya'ni bu noto'g'ri. Bu NRV, ya'ni net realizable value deydi. Ya'ni o'sha narxini eng past bahosida olib borilishi assetlarni. Option 2da when prudence is applied, income is not recognized until the cash has been received. Ya'ni bu cash basis deyapti. Ya'ni accrual basis bilan cash basis bor edi. Accounting sistemi bu cash basisini aytyapti. Ya'ni qachonki pul olinsa o'shandagina daromad recognize, ya'ni tan olinadi. Uchinchi option, a prudence decision will mean lower expenditure. Bu ham xato narsa. Ya'ni prudence xarajatlar bilan majburiyatlarni kamaytirilmasligini ta'minlab berardi. Shuning uchun bu noto'g'ri. O'shanda to'g'ri javob option 4 bo'ladi. Ya'ni prudence does not allow for overstatement of liabilities. Ya'ni prudence o'sha liability, asset, equitylarni oshirib yoki kamaytirib ko'rsatilmasligini ta'minlab beradi. Shuning uchun to'g'ri javob option 4 bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.